Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, mana biz Moskvaga qarab otlandik. Moskvadagi yurtdoshlar telefon qilaverasizlar, mana Qozog'istonning cho'llarida ketyapmiz, xudo xolasa. Kimda kim ketadigan bo'lsa, nomerlarda adashmasdan, firibgarlarga adashmasdan, xudo xolasa telefon qilaverasizlar, ukalar. Mana hamisha bizda bor mashina. Mashinalarni ketdi uzilmaydi. Tanlovda adashmanglar, aka-ukalar. Rossiyaga chiqaman deb o'ylanib turgan aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar. Like, kommentariya, podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Aka-ukalar. Nomerlarimizni ham aytib o'tamiz. 94 387 36 36 +7 981 014 38 38 da bo'lamiz, aka-ukalar. Bizning nomerlarda bizni mashinalarimizni ko'pchilik olib, skachat qilib olib, YouTube'ga qo'yib ishlayib yurishibdi ekan. Pul topib, yurishaversin pul topib. Bizning mashinalardan foydalanishib. Aka-ukalar, kimda kim ketadigan bo'lsa, mana yo'llarimiz ravon. Hozir mana Mashtakova bekitib qo'ygan ekan, Azinkiga ketyapmiz manaqa yo'llar bilan mana. Telefon qilaverasizlar. Qozog'iston cho'llaridamiz, yo'llaridamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin.